Fazodan quruq yer hisobida uy chiqarmaganimizga ham ancha bo'pti. Bugungi obzorimizda quruq yer hisobidagi mana shu hovli narxi egalari bilan rosa tortishdik, iloji boricha qulaylashtirdik. O'zingiz bemalol sotib olsangiz bo'lardi. Fazo bu tomonimiz Eturgashisi yoki Namangangashisi. Ikkitasidan ham o'lchadim 700 metr yaqinlikda joylashgan, ko'chalar asfalt bo'lgan, gaz, suv, svet, kanalizatsiya mavjud bo'lgan, razmeri ham 20 ga 20 bo'lgan mana shu yerimiz sotuvga qo'yildi. Joyimizni bitta 4 sotuqli chotki hovli qilib qurib olsangiz ham bo'lardi yoki 2 sotuqdan 2 ta hovli qilishingiz ham mumkin. Hovli purishligi ham mos kelaveradi, sotib olib bemalol 2 ta hovli qilishingiz ham mumkin. Mana bu tomonimizga fundament quyilgan ekan, 3 ta xona, sanuzil, koridor hamda yana bitta qo'shimcha sanuzil bilan birgalikda. Mana bu tomonda yerto'lali 2 xona uyimiz ham bor ekan, o'zlari oldida yashab turishgan, hozirda yashamayotgan. Ushbu joyimizni narxiga keladigan bo'lsak, hujjatlari joyida notariusga borib pulini sanaysiz, 54.900 dollar bo'ladigan narxi, lekin bahorga chiqib bu narx bo'lmas ekan. Egalarning telefon nomeri videoni pastda, aloqaga chiqib, mana shu joyni sotib olishingiz mumkin.